Shalom, bolalar metallar biz qanday qilib Minecraftda kompyuter ya'ni Java yozuvchini ochishni birinchi o'rinda hamma telefondagi Play Market kirib bu javlarni tushib deb yozadi va keyin men bu rasmni mana bunaqa keyin ustiga bosib kiraman. Voy, yo, what the buni kim o'ynagan? Amaliki mana bunaqa kirib boshlanadi. Birinchi o'rinda mana bu yerda plyus turadi. O'sha plyusga kirib lokal akkaunt tanlab o'zingiz xohlagan bitta nom keyin kiriladi va keyin bu yerda mana bu qalamcha bo'lsa va keyin relsi degan joyga borib xohlagan bitta versiya tanlaysiz bo'ladi. Faqat 1.17-versiyadan pastlarni tanlasangiz bo'ladi, chunki ulardan juda kam qat'iy. Men masalan eng yaxshi ko'rgan versiya 1.7.5 versiya, chunki bunda ko'proq rudalar topish mumkin va keyin playga bosasiz, play kiradi va mana ketdi. Mo'janga chiqadi. Oh my god. Objonski. English qani. Oh mana normally. Mana bosamiz endi. Mana bo'ldi. Mana bu boshlanadi single player. Xohlagan bitta mana bu yerda. Mana shu bilan va keyin o'zingiz boradi yarim ketadi birdaniga. O'sha bosib mana bu keyboardda bossanglar mana bunaqa yozuvlar chiqadi. Xohlagan bitta yozuv yozsangiz bo'ladi. Mana va mana shunday narsa chiqadi. Ko'rib olinglar. Olmaydi. Sizlar bunaqa joyda tug'ilmaysizlar endi. Men shunaqa joyda spam bo'ldim. Va mana do'stlar, ko'rib turganingizdek Minecraftdan farq. Minecraft Java versiyasi farqi emas. Qilib survival qilib o'ynang. Shu bilan do'stlar, videoga barchasi kanalga obuna bo'linglar. Endi 50 ta bo'lishimiz kerak. Do'stlar, xayr.